Antigelment, ya'ni gijjalarga qarshi muolajamizda birinchi bosqichi bu gidrovanna hisoblanadi. Gidrovanna jarayonida bir kun qo'lini, bir kun oyog'ini apparatda vanna qilinadi maxsus tuzlar bilan. Buni effekti, buni maqsadi birinchi o'rinda bolani qonini tozalaydi, qonni suyultiradi, organizmidagi barcha organlarda qon aylanishini yaxshilaydi va natijada bolani asablari mustahkamlanadi, xotirasi kuchayadi, uyqusi yaxshilanadi va qoni tozalanadi. Keyingi muolajamizda mana bolani kindik atrofi bo'ylab apparatimizni qo'yib chiqamiz va ustidan parafin qo'yamiz. Bu muolajamizdan maqsad va buni natijasi o'sha kindik atrofidagi, o'sha ingichkachakdagi, to'g'richak, yo'g'onchakdagi gijjalar, oshqozonni tagidagi, o't pufagidagi hamma gijjalar karaxt holatga keladi va bolani siydik yo'llaridagi shamollashlari ham parafinning hisobiga tuzaladi. Mana bu muolajamizda esa xuddi shu apparatimizni bolani orqa tomoniga, bel sohasiga qo'yamiz va ustidan parafinni qo'yib qo'yamiz. Bu muolajamizdan maqsad bolani orqa tomonidagi o'sha buyraklardagi shamollashlarni va buyraklarda to'plangan tuzlarni tozalab chiqarib berishiga, tabiiy yo'l bilan chiqib ketishiga yordam beradi. Muolaja jarayonimiz. Qani og'riqlar bo'lgani yo'qmi? Yo'q, bo'lgan. Ko'rib turganlaringdek, bolajonimizga bu apparatimizda mutlaqo zarari yo'q. Ham gijjasini tushirasizlar, ham plus gijjasini tushirish mobaynida bolani immuniteti oshadi, xotirasi kuchayadi, uyqusi yaxshilanadi, buyraklaridagi, siydik yo'llaridagi shamollashlari ham tuzaladi. Sizlar bitta gijjasiga davolatish bilan bolani butunlay sog'lomlashtirish va olish imkoniyatiga ham ega bo'lasizlar. Shuning uchun bolalaringiz sog'lig'iga befarq bo'lmanglar. Bolalarni gijjalariga qarshi vaqtida davolatinglar.